Assalomu alaykum obunachilar. Andijon bozorida Gentramiz 2021 to'rtta yumshoq baloni propan gazlari bilan 78 ming yurgan chiroyli holatda turibdi mana. Evakor pollar, chexol yo'q, lekin salon holatlari chiroyli holatda ekan. Bu holatlari chiroyli holatda turibdi. Luklari bor ekan, avtomat коробка. Chiroyli holatda turibdi, biyolari. Endi orqa holatini ko'rsatadigan bo'lsak, propanlari bor ekan. Propan balonlari, biyolari. Chiroyli holatda turibdi. Nech pul deyapsiz? 12 mingdan o'tib beramiz. 12 mingdan o'tib berar ekan. Nomeringizni aytib qo'yasiz. 90lik 542 542 1996. 1996. Aloqaga chiqsin oladiganlar. Obunachilar, Andijon bozorida 3 ta emas. Necha yili? 23. Bunisiniki? 24. Bunisiniki? 21. Bu 23. Bu 23 ekan. Yurgani qanchadan bo'lardi? 44 ming yurgan bu. Bunisi 44 ming, bunisi-chi? Bunisi 16 ming yurgan. Narisi-chi? Bunisi 2 ming. Bunisi? 16 ming. Moz hadovoy holatlari. Salon holatlarini bir chekkadan ko'rsatadigan bo'lsak, bunga ozgina tuning qilingan, mana chexol, ashka holatlari zo'r holatda turibdi ekan. To'rtta baloni yangi ekan. Orqa salon holatlari mana tom ham chiroyli ko'chalardan tortilib, mashina polni shumka qilingan ekan. Gazi bormi yo'q? Qanaqa? Metan gazi bor ekan. Buni endi salon holatlari ham tuning qilingan, chexol, poli, arshka, katalog holatlari chiroyli holatda turibdi. Orqa salon holatlari mana. Orqa holatlari. Gaz bormi aka bunda ham? Bu shunga emas ekan. Ma propan ekan. Monda metan, bunda propan ekan. Obunachilar, bu ham mana chexollari, pollari, ashka holatlari chiroyli holatda mana. Andijon bozorida turibdi. Balonlari yangi, buniki sal yedirilgan. Lekin turish chiroyli holatda mana. Endi bunisini ko'rsatadigan bo'lsam, moyami? Bu ham propan ekan, obunachilar mana. Yurganlari. Balon holatlari ham yangi ekan mana. Salon hamma yo'q chiroyli holatda turibdi. Orqasi ochilmaydigan. Nech puldan deyapsiz endi buni? Buni 74 baho aytyapmiz. 74. 23 16 ming yurgan. 23. Bunga 62 baho aytyapmiz. 21 102 ming yurgan. Neredeyse? 24 16 ming yurgan. 7,5 baho aytyapman unga. Narigiga 7 ming baho aytyapman. Nomeringizni aytib qo'yasiz endi hammasiga? 94lik 858 32 33. Obunachilar, kerakli ma'lumotlar bo'lsa, egasi bilan aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu 4 ta emas.